سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا Umra ziyoratini ado qilib uyingizga qaytganingizda sizga eng ko'p beriladigan savol bu menga nima hadya olib kelding degan savol bo'ladi. Siz agar boshqacha yondashmoqchi bo'lsangiz, siz uchun zo'r hadyalar bor joyini topib qo'yganman. Birgalikda ko'ramiz. Eng yaxshi hadya bu menimcha parfum bo'lib hisoblanadi, chunki kimgadir atir sovg'a qilsangiz, o'sha inson har sepganda sizni eslaydi, sizni duo qilib qo'yadi. Shu uchun ham biz bugun Ahmad Maghribiy parfum do'konini sizlarga obzor qilib beramiz. Bu yoqda sizlar hadyaga olib borishlaringiz uchun juda ham topoviy atirlar bor. Mana bu parfumning nomi Sultan. Hozir Saudiyada eng top prodajada turgan atirlardan biri bo'lib hisoblanadi. Buni hidini telefondan uzatib berish imkoni bo'lganda uzatib berardim. Akalarimiz biza uchun, aynan o'zbekistonliklar uchun juda ham zo'r skidka qilib berishdi. Sizlar agar mana shu parfumdan 3 tasini hadyaga olsanglar agar 10% skidka qilib berishadi. Har kuni har xil atir sepishni yaxshi ko'radiganlar uchun bir xil liniyada joylashgan, lekin hidi 3 xil bo'lgan atirlarni tavsiya etamiz. Bular 2000, 2025 va 2050 deb nomlanar ekan. Prям 2 kundan ortiq turib beradi deyishdi. Aynan bularni uchalasini ham xarid qilganlar uchun 10% chegirma bor. Butun musulmonlarni yoqtiradigan 3 xil hidi bor bilasizlar. Hajarul Asva, Ravzani hidi va Kisvani hidlariga ham 20% chegirma olib qo'ydik. Menga eng yoqadigani Ravzani hidi. Voy dod, jannat hidi keladi. Sizlar uchun aynan mana shu 3 xil hidga ham 20% chegirma bor. Ayollarimizni ham xursand qilish vaqti keldi. Rose Collection ekan. Rose Collectionni ham ayollarimizga hadya uchun sotib olsangiz agar, bunda ham 10% chegirmasi bor ekan. Meni o'zim ham yaqinlarimga aynan shu joydan hadya oldim va sizlarga ham tavsiya etib qolaman. Madina kelsalarsiz, обязательно kelinglar. Manzilni tushuntiraman. Manzil Ravzani ro'parasida joylashgan 369-darvozadan chiqishingiz bilan o'ng qo'lda. Hammalaringizni kutib qolamiz. Ahmad Maghribiy parfum do'koni.